qilib, menga juda ham zo'r g'oya keldi. Qanaqa g'oya? To'g'rirog'i g'oya emas, prank desak ham bo'ladi. Qanaqa prank? Короче, mana qaranglar, hozir shaharga ketganda foydalanib, biza uni uyini juda ham zo'r qilishimiz mumkin. Masalan, zo'r degani juda ham xavfli. Masalan, kimga uyi biror bormi? To'g'ri fikr lekin. Nima deysizlar do'stlar, shunday qilib ko'ramizmi? Nima bo'ladi, shu yaqin o'rinlarga kelib qolishi kerak, tezroq ishlashimiz kerak unda. Davay, bo'ldi, bo'lmasa ishga kirishmasak bo'lmaydi. Shaxs bilib qolmaydimi? Yo'q, qanday biladi, grifer qilib ketdi deymiz. Bo'ldi, davay boshlading unda. Davay, hamma o'ziga kerakli narsalarni olib kelsin. Короче, chotka qilamiz. Okey, davay boshlaylar. Mana juda ham zo'r bo'ladi. Endi shaxs juda ham jahli chiqadi. Avval qaranglar bo'ldi. Alliq jahli chiqishadi. Ish qilib bizani yo'q qo'ymaydimi? Yo'q, qanday yo'qotadi? Qani eshikni ochib ko'rish kerak lekin. Kim ko'radi? Men o'zim ko'raman, okey. Normalniy zo'r. Yo'q dedim, okey. Davay, bo'ldi, tezroq ochishimiz kerak, hozir kelib qoladi. Okey, bo'ldi, davay. Bori do'stlar, judayam charchab ketdim. Aytgancha barcha salom do'stlar, mana ismim. Ham shaxtachilar menimcha mana shu yerga to'playapti oltinni. Tugmaganim yaxshi. Aytgancha do'stlar, mana barcha salom do'stlar, mana ismim Shaxs va mening videoroligimga xush kelibsizlar do'stlar. Yaxshimisizlar bolalar, o'zingizlardan so'rasak, tinchmi? Hammasi yaxshimi? Sog'lar, tinchliklar, balla chaqalar deganlar deb bolalar. Adashib kirib qolibman, mayli do'stlar. Bu yer bizning shaxtamiz bolalar. Ko'pchilik ko'rgan bo'lishi ham mumkin, ko'rmaganlar ham bor. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yer bizning shaxta. Shaxta mana. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Qanaqa ovoz eshitilaydi? Hozir okey mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, to'g'risini aytsam, normalniy lekin. Mayli bo'lmasa ham bunday qo'ymayman. Hozircha ustalar yo'q, mayli kirmaganim yaxshi. Mana bu yerda temirlar bor. Короче, bu yerda shahardan kelib ustalar ishlaydi. Bizani qishloqlar qanday ishlaydi? Bu yerda bu normalniy qishloqlar bo'lmasa bu yerda. Jonajon qishlog'im juda ham ajoyib. Havo do'stlar, buni qaranglar, atmosfera zo'r va meni uyim ham yam-yashil va ajoyib. Tushunmadim. Do'stlar, bu meni uyimga nima qildi? Tushunmadim, bu nima edi? Bu nima edi? Do'stlar, bu xavfli deb tuyulyapti do'stlar. Xavflimi? Xavfliga o'xshayapti do'stlar. Tushunmadim, og'iz merdoliga tez borib aytmasam bo'lmaydi bunaqa narsalarni. O'z vaqtida charchab kelgandim. Mana yana bitta gap. Mer, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Kechirasiz, assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Qarang, mana bu yerda meni uyim juda ham qanaqadir yam-yashil biron nimaga aylanib qoldi. Nima bo'lishi mumkin emas. Agar bironta kislota demoqchi bo'lsa, agarda kislota bo'lsa, birdan adminlar kelardi. Kislotada nima desa bo'ladi? Ular qidirib, короче, shunaqa anti-kislota degan moslamalari bor. U kislota emas, xavotir olma. Balki bironta kishi prank qilib ketgandir senga. Agar topsam lekin yomon qilaman. Mer, o'zi pul berasizmi? Mana to'mishgina olavi. Okey, mer. Do'stlar, mana pulni olishimiz kerak bo'ldi. Siz pul kerak. Mer. Tushunmadim. Tegima bu davlatnikimi? Mayli do'stlar, men ham juda ham pul ko'payib ketibdi. Do'stlar, kim qilgan bo'lishi mumkin? Men bu qishloqlardan so'ramasam bo'lmaydi. Hozir mana bu oq qishloqdan so'rayman. Oq qishloq, yaxshimisan? Nima gap, yaxshimisan, Shaxs? Yaxshi. Bu yerda nima bo'ldi? Men hozir tushunmadim. Meni uyim yam-yashil tusga kirib qopti, bilmaysanmi? Yo'q, nima bo'libdi? Qani ko'raylik-chi. Yo'q, shart emas, jim o'tir. Mana bu qishloqdan so'raychi. Qishloq, yaxshimisan? Yaxshi, nima gap? Qara, mana bu qishloq meni uyimga nimadir bo'lib qolibdi-da, biron nimadan xabaring yo'qmi? Yo'q, nima bo'libdi ekan? Eshitdimi? Bular hech kim bilmaydi do'stlar. Do'stlar, qanday nima qilsak bo'lar ekan do'stlar? Tushunmadim. To'xtanglar. Mana bu qishloqchi. Har nima mana shundan chiqadi do'stlar.
Qanday qilib bilib olsam bo'lar ekan? Qanday qilib bilib olsam bo'lar ekan do'stlar? Anavi bitta qishloqqa judayam yaxshi, judayam yaqin do'stim mani bitta qishloqqa do'stlar. Hozir o'shandan so'rab ko'ramiz. U uydamikan? Uyda ekan. Salom qishloq, yaxshimisan? Salom Shahriz, yaxshimisan? Yaxshi. Qarama, senga men bu uyim nima bunday yam-yashil tusga kirib qoldi? Mana shuni aytmoqchi edim senga. Anavi mana bu qishloqdagi oq qishloqqa va qanaqadir Poacher deydilarmi shunaqa. Qisqasi mendan tashqari hamma qishloqlar senga prank qildi. O'zlari qurishdi shuni. Nima, merammi? Yo'q, mer emas. O'sha mer va mendan tashqari. Men ko'rib qoldim va ularga gapirmoqchi edim. Ular meni majburlab gapirtirmaydi dedimda, qisqasi aytmay uyga kirdim. Seni kutdim. Voy, xo'p, mayli, do'stlar, to'xtang. Bu ham qilgan bo'lishi mumkin lekin. Nima gap? Eshitdimi? Yo'q, bo'lmas. Bu ikkita emas, mana shu qishloqlardan kutsak bo'ladi. Xo'p, unda mayli do'stlar. Bu mana bunaqa zaharli narsa bo'lmasa bo'ldi do'stlar. Xo'p, qani kirib ko'rish kerak. Yo, to'xtanglar. Birinchi telefonimni. Men telefon tashiyman. Mana do'stlar. Mana buni tashib ko'raman. Kuyib yo'q bo'lib ketsa, qisqasi teginmaymiz. Kirmaymiz demoqchi edim. Okey. Qomat yaxshi do'stlar. Qani, opa. Nima bo'lgani yo'q lekin har ehtimolga qarshi suvga kirib olgan yaxshi. Xo'p do'stlar, to'xtanglar. Vobshetdan bu yerga nimaga kirdimmi? Yaxshi ham suvga kirdim do'stlar. Balkim kuyib ham ketishi mumkin. Shu sababdan do'stlar mana bu yerda narsalar bor edi. Voy, mer narsalar olib kelaman degan-ku. Obbo, bu merda. Mana do'stlar, mana shu yerda hamma narsasini olamiz dedi. Okey, hozir ko'rsatib qo'yaman. Barcha narsalarni tozalash kerak do'stlar. Bu burchaga qo'yaman, okey. Va bu burchaga tez do'stlar. Bu burchak. Yaxshi, menimcha hammasi joyida. Buni qanday bu quritsak bo'lar ekan buni? Yo'q, quritmasmikan? Ha, mayli. Unda mayli, mana bular bilan olamiz do'stlar. Okey. Voy. Olib bo'lmayapti. Do'stlar, olib bo'lmayaptimi buni? Okey, mayli do'stlar. Mayli do'stlar, buni qanday qilib yo'qotsak bo'lar ekan? Mayli, bunday sakrab o'tish. Qo'ya do'stlar. Lekin buni olib bo'lmas ekan. Bo'lmasa bularning foydasi yo'q va kerak emas bular. Okey. Yaxshi. Tushunmadim bu. Bu nima edi bu? Collect experience. Tushunmadim do'stlar. Voy do'stlar, buni bosish aniq mumkin emas, bilaman do'stlar. Bunda mayli, hozir ko'rsatib qo'yaman men bularga. Voy, nima buzilmayapti bu? Buzilmayapti. Spesial ham sandiqimdan narsani ola olmasligim uchun qilgan bu, bilaman. Shu sababdan mana bu yerdan buzsam bo'ladi-yu. Hayron qolaman bularga. Okey, yaxshi. Okey, yaxshi do'stlar, mana shu yerlarda bo'lish kerak sandiq. Mana do'stlar, sandiq topil. Lekin qani ochaman? Voy, sandiqni buzishga to'g'ri keladi do'stlar. Okey, unda mana shu kirka bilan buzib yuboraman. Yaxshi do'stlar. Qaranglar do'stlar, menda nima bu? Men bu omadni keltiradigan narsa. Bu bilan bo'limni qaranglar, men nima qilsam bo'ladi, buni qaranglar. Judayam ko'p funksiyalari bor do'stlar. Bu qo'llaringizga ushlasanglar, mana bu yerda judayam zo'r narsalar beradi, do'stlar. Любой narsa bilan bemalol urishsanglar bo'ladi. Va do'stlar, eng keraklisi menga mana bu. Shunday qilaman deb mana bunday otaman va ketdi. Qishloqlar yo'q bo'lib ketadi. Imina do'stlar, to'xtanglar. Men birinchi mana bundan so'rashim kerak. Mana bu qishloqdan, okey, buni mana bunday qilib olamiz. Okey. Qishloqi. Qishloqi. Nima gap, Shahriz, yaxshimisan? Tinch, qara. Sen mana buni bilaman. Sen qilgansan. Sendan boshqa kim ham hazil qilardi? Yo'q, men qanday qilib hazil qilaman? Okey, mayli. Hozir men sendan mana shunday so'rayman va endi aytasan. To'g'risi men qilmagandim bu. Oq qishloqlar o'ziga aytdim, oq qishloqqa uni qilmaylik dedim. Lekin o'zi boshladi. To'g'ri, meni ham mana bu. Sen bor, lekin men qilmadim, to'g'risi. Iltimos meni o'ldirma. Yo'q, seni o'ldirmayman, mayli. Hozircha mayli. Hozir kimdan chiqqan bu fikrni hozir bilib olishim kerak do'stlar. Bu uyimni вообще hozir nima qilib tashagan? Xo'p, mana bu qishloqqa fikrimcha, ha, to'g'ri. Qishloqqa yaxshimisan? Yaxshi, nima? Boy kelding-ku. Xo'p, mayli. Sen mana bu meni uyimni qilibsan, bilasanmi? Sendan chiqqan ekan bu fikr. Men chiqqanda yo'q. Mana chiqqani yo'q. Ana bu jigarrang qishloqdan chiqqan. Yo'q.
Tushunmadim. Kimlardan chiqqan o'zi bu fikr? Okey do'stlar. Okey. Okey do'stlar. Okey. Hop, mayli hozir do'stlar to'xtanglar. Men hozir bularni hozir bittalab ko'rsatib qo'yaman bularga. Voy, yaxshi. Hozir kimdan meni o'yin qilganini, qishloqqa. Bilasanmi kimdan chiqqan ekan? Sen to'g'ri aytgan ekaning. To'g'rimi u menga demaysanmi? Yo'q, senga demayman. Mayli, yaxshi qol. Okey do'stlar. Yaxshi do'stlar, buni ham uyini shunday yo'q qilamiz. Meni uyimni shunday qilishga qanday haddi siqdi bularni? Meni mehribon deb o'ylashadi. Ha, mehr qilmagan okey. Mana bu qishloqqa ham qilgan bilaman. Voy qishloq, yaxshimisan? Ha, uying yashil bo'lib qolibdimi? Ha, maza qilding. Hazillashdim. Qanday bilding yashil bo'lib qoldi? Qanday bunday yashil bo'lib qolganini hozir bilib olasan. Okey. Goodbye. Yo'q, to'xta. Okey. Hop, bu yerga ikkita qo'yamiz, mayli. Bu juda ham meni ustimdan kulganlik. Voy, qoch. Okey. Malades. Yaxshi, xo'p, to'xtanglar do'stlar. Yana kim qo'ygandi? Voy, qishloqqa yaxshimisan? Yana qaytib tirilmaymi? Nima qilib qo'yding? Afsus kechirasan-da. Bunga ham borsin. Voy, qo'sh do'stlar, qaranglar. Okey. Let's go. Voy. Voy, do'stlar, bunday bo'lib ketishini bilmagandim, lekin sanda bo'l hamma narsa. Voy, qishloqqa kechirasan lekin. Voy, qishloqqa kechirasan. Voy, nima qilib qo'yding? To'g'rilab beraman. To'g'ri berasanmi? Ha. Voy, do'stlar, buni qaranglar, nimalar qilib tashladim. Sali yana tirilayman. Okey, hozir seni ko'rsatib qo'yaman Saliga. Okey. Menimcha okey deyapman. Bu shunchalik xursand bo'lganimdan okey deyapman. Xo'p, mayli do'stlar, mana buni ko'rishinglar mumkin. Buni hozir bittalab to'g'rilamasam bo'lmaydi. Hozir bir uyimni portlatmasam ham bo'lmaydi do'stlar, chunki buzilmayapti, ko'rishinglar mumkin. Qarochi, buzib to'g'rilayman. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr do'stlar. Sog' salomat bo'ling.